12 milyon 600 ming so'mga 5,5 metr joyga tushgan oshxona mebelimiz. Bu chekada video lavhasini qilib beramiz mana. Bu joyimiz ofishiga bu chekasidan bu chekasigacha 550 joy bo'ldi. 12 milyon 650 ming so'mga tayyor bo'ldi. Endi bunda bu eng chekasida xolodilnik joylashgan. Xolodilnik tepasiga katta ichlari keng qilib shkafini tayyorlab berganmiz mana. Ichlari juda ham keng. Yoniga xolodilnikka o'xshatib katta shkaf qilib berganmiz. Foydalanadigan ichlari polkalik. Oshxonalarimiz doimiydek vakuum shunday holatda qo'yganmiz. O'zini o'zi yopib oladi. Keyin rabochiy stol bo'lgan, kirim mashina joylashtirganmiz. Kafellargacha o'zimiz qo'yib berdik. Solitsistlarimiz rossiyskiy solitsista bo'ldi. Ishlari juda ham keng holatda. Bu ishimizni mo'kasini biz qo'yib berganmiz. To'rtcha ichlari keng yaxshisidan qo'yganmiz. Gir qo'yadigan dozatorlargacha bo'ladi. Tepasida doimiy shushurka, qoshiq, vilka, cho'mich solgani qosh soladiganimizdan katta bo'ldi. Uyda egasi duxovkasini joylashtirib berdik. Pastiga mikrofonovka tushadi. Tepasiga bu joyga gaz plitasi qo'yiladi. Bu joyga vichkasini joylashtirib olishadi. Hamma shkaflari polkali holatda bo'ldi. Suvetlari ham shu holatda yonadi. Mana ofis ko'rinishi. Mana shu ko'rinishini 12 milyon 650 ming so'mga Marg'ilonga ustanovka qilib ketyapmiz. Uyda egalari yaxshi kunlar ishlatsin. Kanalimizda yangi bo'lganlar podpiska tugmasini bosish esdan chiqmasin. Aytilmagan narsalar bo'lsa, kommentariyaga yozsanglar, savollarga javob olasizlar. Like bosishni ayamaysizlar. Bu ishimizni uyda egalari yaxshi kunlariga ishlatsin.